ovozini bitta eshitib ko'ramiz. Mercedesga nima ishlar qilganmiz? Polni salonni malochniy qilib berganmiz, даже puliklarigacha. Mashina stok holatda qo'ygan. Usta holatiga keladigan bo'lsa, satin mat qilingan Witsennikidan. Mashinani rangini shunaqangi ochgan. Bu mashina bizlar bilan 2,5 oy birga bo'ldi. Tashqi holatlari night paketda bo'lgan. Xullas, motoriga ham mehr berdi, mashinaga polni avtoitsin jamoasi mehr bergan. Agarda siz tez yuradigan mashina haydayotgan bo'lsangiz, neolayni qo'yib olish kerak. Tez yuradigan yaqinlarga shu videoni jo'natib qo'yasizlar.